Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hozirda olib keyingi kattaligimizdan ustunovka qilib oldik. Bu yerga Qo'rg'ontepaga ustunovka qildik. 3 ta eshik. Oqidan lola fasonda o'ta go'zal bo'lib chiqdi. Mana 3 ko'zli lola. Oqidan ko'rishingiz mumkin. Xudo zamonlar ham Yeni zamok, xudo zo'r oynalar yermaklangan. Qadimgidek 3 tadan aşağı bosib Kanalları ham shahona bo'lgan. Hosil yopilishdan xudosi behijolat. Ularimizni kvadrati 750 ming so'mdan. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalari ichida qolgan barcha ularga dastlabkilarimiz bepul. 08 kanaldan bo'ladi. Hosil yopilishdan xudo xolasa. Ularimiz razmeri 1.36 ga 2.36 lik. Bu tarafta bir qanotli bor. Bir qanotlarimiz ham go'zal bo'lib chiqdi. Buni razmeri 92.36. Ashpalariga ham bir xil qilib nashkamiz qilib berdik. Xudoolasa kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Akfa indir qilib xudoolasa sog'lik qilib beramiz.